Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Futbol muxlislari diqqatiga. O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati saralashi doirasida 5-iyun kuni Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi maydonga tushadi. Mazkur uchrashuvga qiziqish yuqori bo'lganligi sababli ayrim turistik kompaniyalar tomonidan muxlislar uchun o'yin chiptalari kafolatlangan tur paketlar taklif etilayotganligi kuzatilmoqda. Shuni alohida ta'kidlaymizki, Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib o'tadigan uchrashuv chiptalari rasman sotuvga chiqmagan. Futbol muxlislaridan o'yin biletlari kafolatlangan tur paketlarini xarid qilishda ogohlikka chaqiramiz. Aldov yo'li bilan chiptalarni sotish firibgarlik sifatida malakalanishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston uchrashuvi 5-iyun kuni Toshkent vaqti bilan 21:00 da bo'lib o'tadi. Firibgarlardan ogoh bo'ling.